Ishxonamdagi sherigim bilan biz Toshkentga aylangani bordik. Bu safar men o'zim mashinamda bordim birinchi marta, chunki har safar yo'lovchi bo'lib borardim. Bu safar pravam borligi uchun yangi shopirman. Menga jicha hayajonli bo'ldi. Peraval qanaqa bo'ladi? Radar ko'p deyishdi. Menda antiradar yo'q edi, to'lka shu telefondagi prilojeniyani kontrakam bilan Yandex navigator bor edi xolos. Qanaqa bo'lar ekan? 100 tadan ko'p radar bor deyishdi. Toshkentga qanaqa borib kelaman deb hayajon bo'ldi, lekin hammasi cho'tki bo'ldi, zo'r bo'ldi. Odamlar tasvirlab bergandaqa qo'rqinchli emas ekan Peraval. Chiroyli borib keldik, hozir shular ko'rsataman. Yo'lga chiqishdan oldin mashinamni chiroyli qilib mo'yka qilib oldik va biz yetib keldik. Sherigimga bironta fast food pizzami yo bo'lmasa bironta lavashmi desam, yo'q, men fast food yemayman. Men milliy ovqatlarni yeyman dedi. Bo'ldi dedi, Drujbadagi shu kafega kirdik. Nomini bilmayman, lekin manti zakaz qildik, shunaqa qalin ekan. Dahshat, bugun mantimi, lekin mayli, ta'mi yaxshi lekin. Keyin qovurma lag'mon zakaz qildik. Sherigim milliy taomlarni yaxshi ko'radi. Eng qizig'i sherigimga bir qovurma lag'mon ham yoqmadi, lekin menga yoqdi. Qandaydir ovqat tanlamayman. Magic City'ga keldik. Birinchi marta kelishim to'g'risi. Yoqdi. Hayotda ko'proq chiroyliroq ekan. Video rasmlarga qaraganda. Shatda shunaqa o'yinchoq yutib oldim, o'ynadim. Shunaqa aylandik, bitta shunaqa o'yinchoq o'ynaydigan nimalar ko'p ekan, o'ynaydigan joylar ko'p ekan. Keyin Magic Parkga bor ekan o'zlari, Magic City'ni. Shu yerga kirdik. Kirishda karta olar ekansiz, o'sha kartaga pul tashlab, shu attraksionga 30 mingga ichdim. Sherigim ichmadi, chunki qo'rqdi. O'zim ham chiqishga chiqib oldimda, keyin qo'rqqanimdan ko'zimni yumib oldim to'xtaguncha. Sherigim rosa pastda turib ustimdan kuldi. O'zim qo'rqar ekansiz, nima qilardingiz chiqib deb. Ham kamiga ko'ynimamaydi. Sherigim keyin shu trosdan tepadan pastga tushib, maza qilib, xullas zo'r aylandik.